Fuqarolikka qachon topshirish mumkin? Odatda AQSh hududida Green Karta bilan 5 yil yashagandan so'ng fuqarolikka topshirilishi mumkin. Yoki agarda shaxs Green Kartani bevosita AQSh fuqarosi bilan nikoh asosida olgan bo'lsa, unda fuqarolikka 3 yildan so'ng murojaat qilish mumkin. Talablar nima? Birinchi navbatda shaxsda Green Karta, ya'ni doimiy rezidentlik statusi bo'lishi kerak. Ikkinchi navbatda shaxs qonunda ko'rsatilgan muddatlar davomida AQShda jismonan yashagan bo'lishi lozim. Uchinchidan, shaxs yaxshi xulq-atvor sohibi bo'lishi lozim va to'rtinchidan, shaxs ingliz tili va fuqarolikka doir tegishli test imtihonlaridan muvaffaqiyatli o'tgan bo'lishi lozim. AQShdan uzoq vaqt chiqib ketish fuqarolikka ta'sir qiladimi? Albatta, agarda shaxs 6 oydan ko'p muddat davomida AQShni tark etgan bo'lsa, bu bevosita fuqarolikka murojaat qilganda USCIS tomonidan savollar tug'dirishiga sabab bo'lishi mumkin. Agarda shaxs 1 yildan ko'proq muddatda AQShni tark etgan bo'lsa, unda bu muddatlar fuqarolikka murojaat qilish jarayonini kechiktirishga ham sabab bo'lishi mumkin. Jinoyatlar fuqarolikka xavf tug'diradimi? Albatta, og'ir jinoyatlar, firibgarlik, oilaviy zo'ravonlik yoki soliqlar to'lamaslik kabi jinoyatlar fuqarolikni olishga to'sqinlik qilishi mumkin. Fuqarolikka topshirishdan oldin nimani tekshirish kerak? Xalqaro safarlar tarixi, o'tmishdagi mavjud jinoyat yoki sud ishlari tarixi, soliq majburiyatlarini bajarganligini tasdiqlovchi hujjatlar va albatta oldingi immigratsion vizasiga topshirilgan ma'lumotlar tekshirilishi lozim.